Nimaga siz bu atilab qilgan и xotini, qaynona, qaynotasini bosgan. Voy! Bosib o'ldirgan. Sразу ult berdi-zu. Aytganda nimaga 14 qozon qilishsa, shu endi hamma qarindoshlar to'ysin debman degan. O'zi nimaga to'yda shunaqa gap bor, to'y urushsiz o'tmaydi deganda, Oldindan bo'lib kelgan, значит, ota merosida bizga janjal. Oldindan juda ko'p odamlar kelgan to'yga, nimadir ustidan tortib talashganda, biz qiziqqon-ku, tuflasa testosteron bilan tuflaydi hamma. Rossiya Armanistonga don eksport qildi, lekin buni bitta qiziq jihati bor. Ozarbayjon orqali qildi buni. BMTda rezolyutsiya qabul qilindi. Rossiya veto qo'llamagan kamdan kam rezolyutsiyalardan biri. Xitoy betaraf qo'ygan Suriyadan sanksiyani olib tashlash bo'yicha. Marg'ilonda Otabek bilan Kumushli rasmiy uy qurilar ekan. O'tgan kunlarda Muhrim aka yozdi. G'alati-ku, Toshkentda ham Otabek bilan Zaynab rasmiy uyini ochaylik debdi. Banki bir kun usta kelganda kvartira keldida. O'sha kirdida menga qaratdi. Spert bormi dedi. Mana piramidalarga uchmanglar. Da. Hamma Aytgan kinoni ko'ringlar. Keyin ko'rgan narsalarni ichib ketavermanglar. Ko'rgan narsani ichib ketaver, muhim, bu ham Tekshirib muhim. ko'ringlar. Tak boshladik bo'lmasam, yana hafta yangiliklari, yana o'zimiz, Nodir, Ziyod, men, Akbarali. Bu hafta ham juda qiziq xabarlarga boy bo'lgan. Nodirning yuzlaridan ma'lumotlardan ko'p xabar tayyorladik. Nimadan yaxshi xabarlardan boshlaymizmi, yomon xabarlardan? Nima deysizlar? Yo aralashtiramizmi odamlarga? Yomondan boshlaylik. Yomondan boshlaylik. Yomonidan boshlaymiz. Ko'ngilda xira qiladigani bor. Navoiyda bitta brat 3 kishining mashinasida bosib ketgan. Umrbod nimadan ozodlikdan mahrum qilingan. Nimaga siz bu atilab qilgan и xotini, qaynona, qaynotasini bosgan. Voy! Bosib o'ldirgan. MIP yonida, boshqa nimalarda ko'z o'ngida shu ishni qilgan. Yo'q. Anaqada Xovo deb yozgan. Katta mashina bo'ladimi o'zi? Havalmi? Xovo degan. Yuk mashina degan. Havo katta bo'ladimi? O'shanda bosibdi. Xullas nima bo'lgan ekan? 2008-yil turmush qurgan odam ajrashishga to'g'ri kelganda, keyin yashab turgan uyi xotinining nomida bo'lgan ekan. MIP kelgan majburiy sud hukmi bilan uni uydan chiqarib yuborish maqsadida. O'sha payt kelganda u kelib bosib ketgan uchalasini. Birinchi shalasi qayerda turgan qayerdan bilgan o'zi? Ikkinchidan Ular ham kelgan-ku, uyiga kelgan, xotini chiqib ketganda xotin nomida uy. Sud bo'lgan, hamma narsa tugagan, nimalari. Erkakni chiqarishga hukm qilingan, uydan chiqarib tashlashga. MIP kelgan keyin. MIP bilan kelgan xotinlar kutib turgan. Erkak mashinasida kelganda darvozaning tagida bosgan ular. Mana xabar. Sразу ult berdi-zu. Вообще офигетligin. Qaynona, qaynota. Endi bilmayman qanaqa komment qilish mumkin bunga. Yo'q. Просто Shu darajaga yetib U mashina tagidan tirik chiqish ham oson bo'lmaydi. Boshqa yomon xabarga o'taylik, mayli. O'lib bermang. Aytib yomon xabar bormi? Nima deymiz? Sal yengilroq yomon xabar bormi? Voy. Xullas mana shunaqa. Keyin bo'pti, yengilroq narsa nimada? Chiroqchida brat to'y qilganlar. 14 ta qozonda osh damlaganlar. Ishtirokga tortilibdi. O'zi boshlanadi. Necha kishilik qilgan? Necha kishiligini bilmadim. 14 ta qozonda osh damlagan. Katta qozon bo'lsa bir kami 1000 kishi, 1,5 kishiga. Ko'p odamga qilganda. Endi Qarshida menimcha to'ylar o'zi shunaqa bo'ladi. Qarshi emas, Qashqadaryoda o'pshi. Chiroqchilar endi Bizga mol qo'yimiz yo'q. Katta to'y qilgan. Ishtirokini bilib qo'yishni xohlasanglar 4,120,000 so'm. Menimcha bratga ta'sir qilmagan. Brat qo'shib o'rgan to'yni puliga. To'y puliga qo'shib o'rgan. Aytganda nimaga 14 qozon qilishsa, shu endi hamma qarindoshlar to'ysin debman degan. Shunaqa joyi ham bormi? Shular to'ysin. Hammasi to'ysin deb qilibman deganda. Shunday kuldim. Qozon. Bitta qozonga necha kilo ketadi? Bir 20 kilolar ketadimi? Bilmayman, lekin endi qanday qozonligiga ham qarab 100 litrlikmi? Yarim tonnalar osh damlagan bo'lsa kerak, 500 kilolar.
Akbar Bayz san o'tgan safar pozitsiyaga qo'ygan o'zimiz yotdi. Nimaga bunaqa qildi? To'ysin debdi-yu mana Akbar Ali aytayapti-ku. Hamma to'ysin deb shunaqa. to'ysin degan. Keyin 4 million jalka mashtirib. Aytayman, qo'shib qo'yamiz. To'y bo'lsa to'ydek bo'lsin deb bosavergan. Da. Echki qo'ydek bo'lsin. Anaqa bor keyin. Samarqandda yana bitta kuyov jo'ralar ko'rdinglarmi? Uyga borganda shu yangilikda gaplashuvdik. Nimasini urganmi? Kelindi dadasi bilan akasini urgan. To'yimligini. Dadasini ukasini urgan. Yaxshi tutamiz o'zimiz. Vashi, masalan, shu to'yda janjal cho'ta oxirgi payt ko'p chiqishni boshlayapti. Yana boshqani Ko'p ko'rilyaptimi deyman-da. Samarqandda ham xuddi shunaqa, faqat bu safar kuyov jo'ralar urushgan. Bir-biri bilan. Normalni urushganga o'xshab tuyuldi menga. To'yda o'zida. Detali yo'q. O'zi meni hayron qoldiradi. Masalan, to'yda janjal bo'lmasa-da, chunki yoshligimdan ko'rib kelganman. Masalan, sizni to'yingiz bo'lyapti. Biz boramiz. Ziyod. Yo'q. Misol tushuntirmoqchiman nimaga janjal chiqishini. Sizni to'yingiz bo'lyapti, biz boramiz. Biz Qarshiga bordik. Qarshidan og'aynalaringiz keladi. Litseyda o'qigan og'aynalaringiz kelishi mumkin. Bir kuni bitta joyda bir-birini tanimaydigan odamlar yig'ilib qoladi. Hamma kuyov jo'ra bo'lmasa. Har xil dunyoqarash. Har xil dunyoqarash, hamma kuyov jo'ra, bir-biri bilan urushib ketishi mumkin. Mana bu kuyov jo'ra deganda endi hammasi yaqin, qadrdon do'stlar urushmasa kerak menimcha. Nima hozir nima xulosa nima demoqchisiz? Siz to'yingizda janjal chiqmaydi, lekin sabab aytyapman. Men o'zimga olaverayman. O'zimiz tomonda ham ko'p bo'lardi-da. Mana chetdan kelganda yoqtirishmaydi-yu, darrov boshlanadi. Men bitta to'yga borganman. U yerda yoshligimda, u yerda nima bo'lgan? Ko'pga aramas kurash bo'lgan to'yda. To'y oldi kurash qilingan, qanaqadir tipo qo'y beradi, yutsa, yoki nimadirlar beradi, mana shunaqa. Tuya beradi. Yo'q, tuyalar bermagan-u. Lekin shu mol qo'y yana. Da, kurashda. Tam televizor berishi mumkin yoki bilmadim. Priz borda kurashda yutsangiz har xil tam vazn kategoriyasimi shunaqada qilingan, chempionlarga beradi. Shuni ko'rgan, o'shanga borib qarab turganman-da. Urush boshlanib ketganda. Kurashdami? Qo'yganman-da. Niyat kurashni aytdim tushunishlaring uchun holatdi. Odamlar to'plangan ko'chada, to'y vechirida bo'ladi, kechki. Odamlar to'plangan ko'chada nima ichgan kimdir bo'lgan urush boshlanib ketdi-da, bir-birini sola Prayam talpa bo'lgan ekan. Prayam talpa kapga terkelar, yoshlar emas. Kuyov jo'ralar emas. Kapga terkelar. Qip-qizil basharalar dang. Nima? Bilmayman. 11 bilmay shuncha aytdim. 11 yoshmanmi men endi. Bilib kelsangiz-mi? Gapirishdi. Oxirigacha xabar. Nechta odam urishdi? Xabar emas bu. Nechta odam urishgan? Kim urishgan? Talpa endi 50 kishilik, yani 40 kishilik. Juda katta. Juda ko'pchilik urishib ketdi. Yana aytmoqchi, yana men 1-2 marta ko'rganman. Shunaqa narsani ham bir marta ham ko'rdim-da, men uchun har doim dika, yovoydek ko'rinardi bu narsa odamlar. To'yda urushib ketishi. Meni bir chekkasi ham o'ylab ko'rmaydi. To'y bu, kimnidir to'yi bu. Kimnidir baxtli kuni bu, sen urush qilyapsan-da, sen qanaqadir nimalarni. O'zi nimaga to'yda shunaqa gap bor? To'y urushsiz o'tmaydi degan-da. Oldindan bo'lib kelgan, значит, ota merosida bizga. Nimaga shunday bo'lgan? Odamlar prosta to'y kuni kelib, aroqqa pul bo'lmay, to'yga aroq qo'ygan, aroq ichib keyin solishganmi? Bitta shunaqami? Bitta u sabab emasdir. Urush bo'lishiga. Mayli. Anaqa. Juda ko'p odam kelgan, nimadir ustidan talash bo'lgan. Oddiy bizda kortej bo'ladi-ku, kimdir yo'liga chiqib qo'ysa bo'ldi-da, boshlanadi. Yo'lni qisib qo'ysa ketdi, janjal. Oldindan juda ko'p odamlar kelgan to'yga, nimadir ustidan tortib talashganda, biz qiziqqon-ku, tuflasa testosteron bilan tuflaydi hamma. Tuflasa. Nada. Anaqa Amerikaga qaytaylik, bitta Nyu-York shahriga birinchi marta. Biz hali bormagandik. Musulmon Hindda. New York, tonight you have delivered a mandate for change. Hind Sohran Mamdani degan odam mer qilib saylandi. Kelib chiqishi Hind bo'lgan. 34 yosh ekan. O'zbek mer bo'lishini kutaman. Urmasangiz. Anaqani nutqida shu mer bo'lgandan keyin hammasiga aytgan, sudanlik balonchilarga, bilanchilarga va o'zbek hamshiralarga rahmat. Biz buni qildik deb aytibdi. Keyin boshqa anaqasi ham chiqdi. Bitta kichkina bola intervyu olgan. Qo'lini cho'zgan, bola cho'zmagan.
o'zi bilan o'zi so'rashib, brat vaziyatdan yomon tez chiqib ketar. U qanaqadir veselchak ekan, agar bu tipa litsemer bo'lmasa, ya'ni O'zi bilan o'zi so'rashyapti-da, qanaqa ovqatlar yoqadi desa, halim bilan mantini aytgan. Toshkent supermarketda sotadigan halim bilan manti yoqadi. Brat veselchak ekan, men reelslar ko'rdim-da akkauntdan. Menda rekomendatsiyamga chiqib qoldi. Qanaqadir agar u rostdan ham shunaqa odam bo'ladigan bo'lsa, bilaman, havasim keldi New Yorkliklarga. U prosta nima deydi, nalayt yurdi. Balki bosim kuchli bo'lgani uchun o'zi shunaqa tushishga majburdir. Ya, o'zi shunaqa tam Instagram bob odam ekan o'zi. Kontentda ham Instagram 6 million podpishchik bor. Nima ham, Azam aka ham reels chiqardi-yu. Hayit bilan tabriklash, yuzdagilar sizga yuboradi-yu, qanaqadir o'shanaqa qilganda bunday turadi. Orqasidan kunga boqar chiqib keladi. Ular mana shunaqada. Quyosh bilan chiqib keladi. Bratda yo nima mediasi zo'r ishlaydi, yo. Zo'r ishlaydi, juda zo'r ishlar ekan. Ko'chada tochkasiga urar ekan. Ko'chada yurganni videosini qo'ygan. Nimalar bitta opashka orqasidan kommunist deb baqirganda, yo opaga qaraganda yo'q, bu kommunist deyilmaydi, bu velosiped deyiladi deganda, velosiped qanday cyclistmi nima? Bicycle. Ha? Bicycle. Bicyclist bo'lgandir. O'sha. Xullas. Shunaqa deganda, keyin o'sha shaharlarni aylangan kommentariyada hamma shuni yozganda, opani yedirdi deb minglab kommentariyada dedim. Men sizlarga aytayman, men o'zbek biror joyda mer bo'lishini kutyapman. Men ketaman. Onun uchun o'sha yerda tug'ilib yashash kerak. Bu ham shunaqa shekilli. Mana qiziq, u konservator bo'larmikan? U nimadan demokratlardan respublikanist bo'lishda iloji yo'q. Trumpga tashlatdi. Trump deymiz. Lekin bu anaqa New Yorkka juda uncha yaxshi narsalar keltirmasa kerak deb o'ylayman. Birinchidan bunday odamni siyosatdagilar yoqtirmaydi, aniq. Gapini o'tkazadimi keyin. New Yorkda o'ziga nimadirlar qilish mumkin, skoriy kutilma necha yilga saylanadimi? Kutilma nalog oshadi deyapti. Ha, yo'q. Birinchi kutilma aniq nalog oshadi. Chunki demokrat bo'lgani uchunmi? Yo'q, bilmadim. Uning sababini izlab ko'rganman, просто nalog oshadi degan kutilma eng baland bo'libdi anaqada. Sprosida ko'rdim-da. Narxlar, naloglar oshadi, da. Вот shunaqa gaplar Amerikada. Amerikada aytgancha 6-noyabrdamidi? C+1 bo'ldi, C5+1 bo'ldi. Men hayron qoldirgani nima? Biz investitsiya kiritayotganimiz AQShga. Bu investitsiya kiritish deb bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Endi texnika sotib oladi. Ko'rsanglar, masalan, qishloq xo'jaligi uchun, qishloq xo'jaligi emas, hozir aytaman. Nasos samolyot qishloq xo'jaligi. Nasos sotib olamiz degan. Nasos nimaga? Buni reels qildim-ku, bilaman-ku nasos nimaligini. Nasos nimaligini. Nasos qishloq damlaydigan nasosmi yo'qmi? O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv chiqmaydigan yoki suv chiqaradigan bir 5000 ta nasos ishlaydi-da, jami. 5000 taning hammasi eskirib ketgan. Kamida 35 yildan beri ishlaydi. 80% u. 5000 tani. Eskirib ketgan. O'shaning uchun mana yozgan Qishloq xo'jaligi vazirligi bitta kompaniyadan suvni tejaydigan zamonaviy texnologiya sotib oladi. Keyin xo'p, yana bittasi prям nasoslarni modernizatsiya qilish bo'yicha, nasos stansiyani modernizatsiya qilish bo'yicha narsa oladi. 8 milliarddan anu Boeing samolyot oladi Uzbekistan Airways. Shunga o'xshagan narsalar. Bu hozir 100 milliard degani keyinchalikda, keyingi 10 yillikda deganmi? Srazu emas. U sekin bo'ladi-da. U 100 milliard hozir u nerealniy u. Da. Yiliga 1 milliarddan hisoblasang. 3 yilda ichida 35 milliard degan. Допустим, допустим 3 yil ichida degani 1 yilda 10 milliardlik narsa sotib olamiz deganida. Misol uchun, agar o'xshasa bu bo'lsa endi u masalan 8 milliard olsa, mana 1 yilda ketdi o'zi masalan samolyot olsa. Boeing olsa masalan. Lekin bittada olmaydi, uni ham 3 yil bo'lib bo'ladi uni ham. Masalan, bittada 8 milliard dollarga samolyot ola olmaydi. Ko'p pul bo'lib ketadi u. Shunaqa buni bunaqa tam O'zbekistonda uncha pul yo'q-ku, nima qiladi? Amerika investitsiya kiritib tushunish kerak emas, u texnologiya sotib oladi. Keyin minerallar qazib olish bo'yicha nodir metallar deydi-ku. Nodir metal. Qanday maza qilaman. Nodir metallar qazib olish bo'yicha nima qilgan? Menga shu joyi xursand qiladiganday tuyuldi. Deylik, ularga bizga investitsiya kiritsa, ketadi-da, qazadi, joyni sotib oladi-da, qazadi, olib ketadi.
Teskarisi bo'lyapti. Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi bilan Amerikaning shunaqa qazadigan kompaniyasi birga qiladigan bo'lyapti. Ular o'zi Tushunasizmi? kelmaydi bizga shunda. Ulardan texnologiyani sotib oladi, tiklanish taraqqiyot. O'zbekistonda o'zimiz qazib, o'zimiz sotamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Zo'r bo'lar ekan. Men shunaqa qilib tushundim. Chunki agar ikkinchi O'zbekiston taraf kerak emas-da unda. Amerika kompaniyasi o'zi qazib olsa. Bu shunaqa gaplar. 100 milliard tushundim, ma'nosi shunaqa deb tushundim. Baribir bu uchrashuv по-любому diplomatik ham, iqtisodiy ham ancha foyda. yutuq. Da. O'zbekiston uchun, Chunki Markaziy Osiyo uchun. alohida chaqirildi shekilli. Hali birorta O'zbekistonda, Amerikan prezidenti bunday Markaziy Osiyo degan mintaqa borligini bir xil bilmagan ham bo'lsa kerak, bari. Bilgan bo'lsa ham nima Rossiyaga qarshi qiziqish sifatida post-sovet countries deb biladi ham. Lekin zo'r. Men o'zi C5+1 bo'ladi degan o'zimman shu nimani eshitganimda xursand bo'ldim. Divizda bu qanaqa baribir iqtisodiy hegemonda AQSh bilan hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik hech qachon zarar qilmaydi menimcha. Rossiya Armanistonga don eksport qilibdi, lekin buni bitta qiziq jihati bor. Ozarbayjon orqali qilibdi buni. Ya'ni Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasida nima bor? Temir yo'l aloqasi, lekin u Sovet ittifoq qulagandan keyin u yerdan poyezd yurmagan. Shu paytgacha poyezd bir marta ham yurmagan u yo'ldan. Necha yil? O'sha 30-35 yil. Qanaqadir ramziy ma'no qilmoqchi bo'lishgan bular, yarashgani deb. Kim bilsin, endi hozir Rossiya ko'ndiribdi Ozarbayjonni, Armanistonni ham, xullas Rossiya o'ziga ham eksport qilish ancha nima ekan, nima deydi? Qulay ekan Ozarbayjon orqali. Xarajatlari kamayar ekan. O'sha yo'l ishga tushibdi endi doim o'sha yerdan endi bug'doy nima qilib turar ekan, hamma hayron qolyapti. Ozarbayjon bilan Armaniston o'rtasida temir yo'l bordi keldi paydo bo'lganiga. Ular o'zi anaqa qiluvchi shekilli. Yarash bilan yarash o'rtasida farq bor-da. Baribir yarashish bor, bir-biringizni otmasligingiz bor. Yarashish bor, salom alaykum qilishingiz bor. Har xil narsada. Shuning uchun ham hamma hayron qolyapti. No Pashinyan legenda lekin. Pashinyan. Bo'ladi, ana Spotify nimasini yoki tashlamaymikan? Playlistini. Zo'r qo'shilgan, Zemfiralar, nimalar, zo'r nimalarni eshitib o'tiradi bor. Har doim chiqsa like bor. Har doim atilab qiladimi o'zi shu narsani? Kim bilsa. Strategiya bo'lsa kerak endi, конечно. Press slujbasi qilar balki. Qo'yib qo'yadi, o'tiradi ishlab. Shunaqa. Kayf. Nima yo'q, emotsiya yo'q. Emotsiya yo'q, prosta o'tiradi. Ba'zida kameraga qaramaydi ham. Prosta o'tiradi. Men bu ketadi, o'sha hamma joyda men. Endi yana bitta xabar bor. Buni Akbaraldan so'ramoqchiman. O'zbekiston sentyabr oyida dunyoga oltin sotgan yagona davlat bo'ldi. Yo'q. Qolgan davlatlar oltin sotmayaptimi? Qarang, u ko'p bo'lib turadi. 1 yilda 3 marta bo'lib turadi. Dunyoning markaziy banklari bir-biridan oltin sotib olib, mana shunaqa qilaveradi. Masalan, Xitoy, yana qaysi bor? Yevropaning bitta davlati bor, yana ko'p oltin sotib oladi. Masalan, doim oltin sotib oladi. Eng ko'p oltin sotib oluvchi bo'ladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Misr, yana bitta davlat bor. 4 ta davlat eng ko'p oltin sotadi doim. O'zbekiston bilan Qozog'iston O'zbekiston eng ko'p oltin sotuvchi davlat bo'lib turadi doim. Qozog'iston ikkalasi kerak payti. Endi shu sentyabr oyida qolgan davlatlar sotmagandir. Bular sotgan. Misol uchun. Bu anaqa narsa emas. Bo'lib turadigan holat demoqchi. Ha, bu ko'p bo'ladi. Bu bir katta yangilik emas. 1 yilda 2-3 marta bo'lib turadi bunaqa. Yo yagona oltin sotuvchi bo'ladi, yoki eng ko'p oltin sotuvchi bo'ladi. Shunaqa. Mana bu nimasi ham reytingi ham chiqdi-yu. Dunyodagi eng ko'p oltin qazib olayotgan konlarniki. Lekin Nevada dunyoda eng katta bo'lib kelgan shu paytgacha. Nevadadan bir minchagina kam qazib olgan. Lekin o'shani ko'rdingizmi? Markaziy bank berganda 90 nima deb bergan. Bu chiqqan reytingda 80 ko'rsatgan O'zbekistonni. Endi davri boshqachadir, statistika davri. Kimdir bu yilda o'zini hisoblashi mumkin, kimdir boshqa metodologiya. Lekin kon nuqtai nazaridan Murinto baribir birinchi o'rinda. Bir emas menimcha. Murinto 2mi shunaqa bo'lsa. Top 5tadan top 5tadan bittasi. Bazasi nima bo'yicha top 5tadan bitta turadi, adashmasam. Bir emas lekin. Chunki juda nima katta.
konda nimasi, oltin tipa to rezervi juda katta. Akayimga 2, akayimga ham shu top 5 Yana katta, 6 dan shunaqa ekan. Ikkoni qo'shsa, tipa to dunyoda eng katta oltin konlar bo'ladi. Misol uchun. Davlat nuqtai nazaridan. Endi bilmayman, Amerikada ham kon ko'p, endi hammasini qo'shsa bo'lib ketishi mumkin. Da. Ot shunaqa. Tak. BMTda rezolyutsiya qabul qilindi. Rossiya veto qo'llamagan kamdan kam rezolyutsiyalardan biri. Xitoy betaraf qo'ygan Suriyadan sanksiyani olib tashlash bo'yicha rezolyutsiyaning argumentatsiyasi shundaki, Suriyada уже davlat shakllanyapti. Al-Qoida bilan IShIDga nisbatan O'zbekistonda terroristik tashkilot deb topilgan. Aytib qo'yish kerak, qonun talab. Вот. Shu tashkilotlarga qarshi qo'llanilgan sanksiyalar butun bir davlatni, hozir shakllanayotgan davlatni chegaralab, nima qilib qiyin holatga qo'yib qo'ymaslik kerak degan nima bilan maqibda AQSh ham hech kim veto qo'llamagan unga. Olib tashlanibdi. Ko'z oldimizda Suriya yana rivojlanish boshlayapti. Suriyaga investitsiyalar kirib keladi, Suriyaga investitsiyalar, Suriya har tomonlama ham strategik, ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan juda ham nima tomonlama hamda turistik tomonlama juda qiziq o'zi Suriya. Agar hozir bilmayman, buzib tashlashmagan bo'lsa, Suriya juda qadimgi sivilizatsiyalardan bittasi. Investitsiya sразу kirib kelmasa kerak. Sразу kirib kelmaydi, lekin qadam borda уже. Shu odamlar baribir qo'rqib tursa kerak yana. По-любому hozir to'liq tinch bo'lmaguncha hech narsa bo'lmaydi. Suriya hali beri to'liq tinch bo'lish qiyin, chunki Suriya o'zi haligacha 6-7 ga bo'lib tashlangan. Hatto kurdlar, beg'da bu, beg'da u 6-7 ga bo'lib tashlangan baribir Suriya. Otishayotgan yo'qda, pakashto. Lekin otishayotgan yo'q. Shunisi bor. Mana shu turizmlar bo'lmaydi-yu. Sekin investitsiyalar kirish mumkin. No, turizm uchun qiziq joyda, masalan, Suriya bitta yagona davlat bo'lsa-da, deyman, Misrga o'xshagan, qanaqadir bitta yagona, normalniy, stabil davlat bo'lganda edi. Men masalan borardim Suriyaga. Borgan bo'laman, Suriyaga borgim keladi. O'sha o'ta qadimgi sivilizatsiya. Iroq ham masalan. Iroqdan sal cho'ztiraman to'g'risini. Damashq, tasavvur qil. Endi ko'p joy buzilib ketgan, lekin shunisi bor-da. Qayta tiklash kerak. Masalan, Suriyani hukumati mana shu hozirgi hukumatiga buncha sanksiyani oldirib tashlab investitsiya olayotgan bo'lsa, qolganlar xalaqit bermasa, menimcha hammasi birlashadi bitta davlatga, chunki qolganlari nima qiladi, o'zimiz saqlab qola olmaydi masalan. Prosta muammo bitta viloyat o'zi bitta davlatda bo'lib yasha olmaydi-da. Muammo shundaki, Akbar qarada, masalan, shimoliy qismda Turkiya qo'llab-quvvatlaydigan nima bu harakat bor. Janubda AQSh qo'llab-quvvatlaydigan harakat bor. Britaniya qo'llab-quvvatlaydigan harakat bor. Rossiyaning o'zini intereslari bor u yerda. Qo'llab-quvvatlayversin, u yoqda Rossiya chiqib ketayotgan bitta viloyat yaxshi rivojlanib ketaversa, qolgani qarab turmaydi-yu. Hammasi birlashadi baribir. Boshqa yo'l yo'q. Rossiya chiqib ketgandan keyin balki AQShda ham qiziqish qolmas. Tramp kiygan simboli, masalan. U yerda polniy, men hozir bilmayman, harbiylardan olib chiqib ketganmi yo'qmi yoqdan. AQSh lekin balki olib chiqib ketar polностью. Balkim. Xullas, ko'z oldimizda Suriyani yana qayta stabil bo'lib borishiga umid paydo bo'lyapti. Arab bahoridan keyin ilk marta. Nima deb qarasang, to'g'rimi? Arab bahoridan keyin birinchi marta-da bu. 2011-yildan beri. O'shandan beri nima bo'lgan? Faqat yomonlashgan vaziyat. Faqat yomonlashgan. Shu yaqin Sharq umuman menga bir qandaydir qiziqib bo'lmagan ekan, to'g'risini aytsam. Doim janjal bo'ladi bo'laysizmi siz ham? Menga shunaqa tuyuladi. Berilib kuzatmaganman. Isroil bilan Falastin urushini ham umuman kuzatganim yo'q. Hech tugamaydigan gap, sekin-sekin bo'lib turaveradigan o'xshaydi. U aslida-chi, u kimdir yutishmasligidan menga prosta qiziqmas. Absolutно qiziqmas prosta. Yaqin Sharq. Sizga ta'sir qilmagani uchun bo'lsa kerak. Shundandir balki men. Balki arab bo'lgan uchun. Millat arab. Prosta qaranglar-da, men merkantilizm 19-20-asrdagi hozir Yevropa o'zgargan, lekin masalan Yaqin Sharqda o'zi hozirgacha tuzata olmaydigan katta muammolarni boshlab chiqib ketganda ular. Yaqin Sharqda. Bir-biriga qayragan aholilarni, dillarni bir-biriga qayragan, foydalanganda bundan, Murat.
hozir Yevropani qarashi hamma nimasi musulmon, boshqadir. lekin bir-birini ayblab urishyapti. Bir-birini qiradi. Oldin nimaga protektoratga mandatlarga bo'lib tashladi Buyuk Britaniya masalan. Buyuk Britaniyaga agar masalan tarix haqida Buyuk Britaniya tarixi haqida ko'p masalan chiqishlarida nimalarda gapirishmaydi siyosatchilar. Lekin to'g'ri qilishadi. Shu gapirishga haqqi yo'q-da. Nima gapiradi? Yaqin Sharqda masalan mandatlarga bo'lib tashlab, suriyalik, arab, men bu yerlik, arab, bu yerlik, arab mashaqa bo'lib ketgan. Hatto bitta katta Arabiston davlati bo'lishi mumkin. Siz qaysi nimasi? Qayoqdan kelgansiz? Qaysi arablarga mansubsiz? Men tushunishim bo'yicha nimadan endi o'sha arab yarim orolidan Kavkazga ko'chib, Kavkazdan O'rta Osiyoga kelgan. Anaqa qilsa bo'ladi, bilasizmi? DNK test topshirsa bo'ladi. Qancha ekan? Qancha? 4 million. 4 million. 4 million qanchadir? $400 bo'lsa kerak. Hamma kim Sajima topshirib ko'radi. Indoneziyadan kimdir chiqib keladi. Afrikadan kimdir chiqib keladi, mana shunaqa bo'ladi. Ko'rib jinni bo'lib qolasiz, o'zingiz nima bo'ldi? Eng katta nima o'zbekmikan? Nega Sajima? Shunaqa bo'lsa kerak, no точно shuni topshirsangiz-da, shu chiqsa 97% yahudiysansa. Xo'sh. Yahudiy? Asan butun umr Yahudiy degan DNK bo'ladimi? Falastinni qo'llab-quvvatlagansan. Yevreysansa 97% ga yahudiy. Agar bor o'zbek, qozoq, qirg'iz degan narsa bor. Sen yevreysansiz 97%. Asan butun umr yahudiylarni qirish kerak deb yurgansan. Unaqa demagan, yahudiylarni qirish kerak. Yo, tipa tasavvur qiling. Shu bitta odam bor, butun umr yahudiylarni qirish kerak deb yuribdi-da, bitta DNK test topshirib 97% ga yahudiy. Noto'g'ri ko'rsatdi bo'lingiz, bo'ldi. Yaxshi ishlamas ekan, to'g'ri ishlamas ekan bu. Ishonmaysan просто. Короче, anaqa Marg'ilonda Otabek bilan Kumushsoy rasmiy uy qurilar ekan. Marg'ilonda tarix va zamonaviyat uyg'unlashgan yangi shahar qad rostlamoqda. Otabek va Kumush rasmiy uyi. O'tgan kunlarda Muhrim aka yozdi. G'alati-ku, Toshkentda ham Otabek bilan Zaynab rasmiy uyini ochaylik debdi. Rostdan nima Zaynab yetimmi? Otabek va Kumush rasmiy uyi. Bitta vashi qiziq xabar bor. Andijonda maktabda spirtli ichimlik ichib 4 kishi zaharlanibdi. 1 kishi o'libdi. Maktabda spirtli ichimlik ichib. Spirtli ichimlik endi bu o'quvchilar emas bular. Spirtli ichimlik aroq emas u. Laboratoriyadagi spirt bo'lgan. Maktab direktori, keyin kimlar edi o'zi? Xo'jalik ishlari mudiri, xullas shular laboratoriyadagi spirtni ichib o'shandan zaharlangan. Voy! Unga suv aralashtirib ichganimni endi bilmadim, ular nima qilmoqchi bo'lgan. Yo, qanaqadir tajriba o'tkazganmi o'zini ustida. Kimik ham o'sha yerda bo'lgan bular orasida. Balki shunaqa Hozir kimikni yaxshigina so'kishishda hozir to'xtang, o'libdi dedingizmi? bir kishi o'lgan. Maktab xo'jalik mudiri voqea joyida vafot etdi. Sovxoz. Kalt o'shanda bo'lganda, o'sha ochgan laboratoriyani. Kimikda rosa so'kishayotgandir. Ximikni nimaga so'kadi? Ximik bor deyilmagan bu yoqda. 4 kishi deyilgan, direktor bilan zavxozni keltiryapti, qolganlarni aytmagan kimligini. Balki qorovuldir balki. Direktor yotib tutganlar hozir og'riq bor. Chekushka beradi-da, 15 mingga ko'chaga chiqsa, 10 mingga. Da. Shuni aytmoqchi. Qanaqa qilib spirt ichish mumkin? Yo, yana bilmaysiz yerda nima borligini. Nima u spirt? Necha foiz u? Necha foiz? Spirtmi, oksizdir balki. Rostdan ham o'ldiradi-yu. Farqi o'ldirganda, o'ldirgan hamda. Menga bir kun usta kelganda kvartiraga keldida. O'sha yerda o'sha kirdida menga qaratdi. Spirt bormi dedi. Birinchi gapirgan narsa. Men tushuntirdim nima qilish kerakligini. Spirt bormi dedi. Qarab turibman. Bor. No, spirt emas. Tarkibida spirt bor, narsa bor. Qarab turibman-da. Nimaga deyapman? Hozir remontga kerak bo'ladimi deyapman.
yo'q prosta ichishga debdi. Shunaqa nerim chiqib ketdi bor-ku. Men aytdim tuzatib bering dedim, keyin toparib spirt bo'lishi shartmi dedim, yo ichadigan nimadir bo'lishi kerakmi dedim. Aroqmi, pivami, shunaqa narsa bo'lishi kerakmi deyman. Yo prям spirtmi desam, prosta spirt bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi. Mayli shart emas degan. Men hayron qoldim. Tipo alkogol topgansiz bunaqa. Alkogol emas deyapti. Ot prям unga spirt kerak ekan, aptechniy. O'rganib qolganmi? Aptekada ishlaganman-ku, bilasizmi? Bittasi kirganda spirt bormi deyapti. Ha deyapman. 5 ta ber deyapti. Yonimda sherigim borda. Yo'q, tugabdi deyapti. Qarayman, turibdi-ku deyapman. Yo'q, aka deb chiqarib yubordi-da. Nimaga desam, xullas bular spirt ichadi deyapti. Bomishlar kirib ko'p spirt so'rarkan aptekalardan. Arzon bo'ladi. 2000 bo'ladi, oladi, suvga aralashtiradi, bosadi. U nima farqi bo'ladi? Tumalab bilan foizi ko'p bo'ladi. 97% bo'ladi. Shu uchun u shunaqa so'ragan ekanda. Endi 90% Lekin o'ldiradi ham-da u. Ichish mumkin emas u narsani. U zaharda prям. Oshqozoningizni dabdalasini chiqaradi. uni prям normasi bor, qanchadir spirt ichsa odam o'lar, rostdan ham. Bu toza spirt. Chunki spirt oddiy bo'yningizga nima qilasiz-ku, tomog'ingiz og'riganda qizdirib tashlaydi, yondirib. Qara 97% ya'ni o'sha tipi gradusmi bu? Shunaqa bo'ladi endi ro'zi. 70 gradus deydi. Shunaqa yoki anaqa etil spirtini foizi o'sha tarkibidagi. Etil spirti deydimi o'zi? Shunaqa bo'lsa kerak. Men ham juda yaxshi bilmayman. Nima keyin odamlar spirtda maktabda qilgan. Maktab Direktor, o'qimishli odam. o'qityapti u bolalar. Bolalarga tarbiya beryapti. Короче, anaqa yangi moliyaviy piramida chiqdi. Mana shuni eshitdim, lekin to'liq bilmayman. XSM degan X Connection Media degan, tipata Avstraliyada tashkil qilingan ekan. Pul to'laysiz, kunlik topshiriqni bajarsang, soqqol ekansan. Like-gami, prosmotrga ham pul to'laydi ekan, tipata o. Eshitishim bo'yicha. Katta piramida deyapti. Nomini aytmading-a? Aytma. Nomini aytmading. Aytdimmi? Zapiks qilib qo'ying. Nimaga? Nima bor, finansiy piramida deb aytganman. Navrot bosmaydi odamlar. Точно finansiy piramida taxminan, lekin buni boshqalardan farqi. Точно finansiy piramida taxminan. Точно Boshqalardan farqi 100 tami, 100 tadan ko'proq ichki ishlar xodimining o'zi qatnashish o'ynayapti ekan. O'zlari targ'ib qilyapti ekan, reklama qilyapti ekan. Вот farq shunda. To'g'ri, nomi nima dedi? X Connection Media. Nomi nima dedi? Ichki ishlar vazirligiga surishtiruv boshlabdi. Скорее всего. Ular ham nima uchun qilganda? Like prosmotr deyapsiz-ku. Ular ham qilib chiqqan, shuni orqasidan, ular ichida ko'proq tarqaganda bu narsa. Shunaqa. Kimdir topgan, bir-biriga nima bo'lib ketganda. Bizda hech kim masalan bundan topganmaydi-ku, bironta masalan. Bizga ham like prosmotr ber. Like bosinglar. Keyin futbol bo'yicha Serbiya chempionatining o'yinida o'yin payti murabbiy vafot o'libdi. Prям yurak xuruji bo'lib qolibdi. Shunday o'yin bo'layotgan payti 22-minutda. Mladosh bilan Radnichki o'ynayotganda. Radnichkini murabbiy ekan. 44 yoshda bo'lgan ekan. Mladlen Jijovich. Juda qiyin bo'ldi o'qish. Mladlen Jijovich ekan. Lekin polida bu qanaqadir bilasizlar? Bunaqa holat ham bo'lib turadi, lekin qanaqadir bu balki nima so'karsizlar meni, lekin bu qanaqadir даже romantichna deydi shunaqa. O'limmi? O'lim asli go'zaldir. Sohada, yo'q, tipo o'zingiz ishlaydigan soha. Podkast paytida o'lib qolsangiz qanaqa romantik. Tavba qildim deng, nodir. Ya, men prosta kuladigan narsa emas, unda. Tipo Abror domla bilan Hamid Sodiq kechani kim kuzatyapti? Sal gapirib beringlar. Aniq nima Nimada bo'libdi? Точно bilmayman, nimadan boshlangan, nimaga bunaqa bo'lib ketdi, lekin o'sha Nariska tarqadi. Nima, Abram Muxtorali o'sha YouTube'ga qo'ygan anaqasi bo'yicha savol javob qilgan, shogirdi bilanmi yo kimdir bitta bola bilan gaplashgan. Keyin shu o'shanda Hamid Sodiqni nima deydi? Siyosiy Ayvoqchimi? Shunaqa aniq emas yana, men bir nima devormay. Ular shunaqaga yaqin odam deb ko'rsatganda, ularning hukmi qanaqa bo'lishini dinda keltirgan. Bu meni shaxsiy fikrim emas. Nimaga tayanib aytyapman degan.
Shundan keyin hozir endi odamlarni jahli chiqib, nimaga? Nimaga tayanadi? dinga, aqidaga tayanib aytyapman. buni. Aqidaga tayanib odamni oyoq qishyapti. Tam endi uni shpionga chiqarish qanchalik to'g'ri endi bilmadim. Uni u yoqdan xabarim yo'q. Uni tekshirish kerak bo'lgan narsada u. Mani bilib aytadimi, No, bilib aytmayapti. isbotlanmagan narsa. Ani o'tgan safar aka bilan oldik-ku. Gumon iymondan ayiradi degan narsa. Prosta isbotlanmagan, nima qilinmagan narsada Da, odamni shu ayblab, tomonlama Muxtoraliga Odamni- gapirishi g'alati. odamni ayblab, hukm ham chiqaraveryapti. Da, tipa mana bunaqa moment bor, masalan, siz qanaqadir odamni mana shu tam Rossiya manfaatiga ishlaydi, bu Amerika manfaatiga ishlaydi deb gapirishingiz mumkin, bu boshqa narsa. Yana boshqa narsa qachonki siz unga dinda bunaqalarni mana qilish kerak deyilgan, tam o'ldirish kerak deyilgan yoki boshqa narsa qilish kerak Bu deyilgan. odamda provokatsiya ham bo'lib Bu ketadi. provokatsiya, bu radikalizm. Bu radikalizm. Bu Endi dakansa urush desam bo'ladi, gapdan qolmaslik. Menimcha nima aralashsa kerak, chunki juda ham ko'p odamlar o'sha Nima nima aralashish? tashlayapti. Davlatmi? Davlat aralashsa kerak bu narsaga. Yoki sudga berib bo'lgandir balki. endi masalan bunaqalarni o'ldirish kerak degan gapdan tashqari любой boshqa gap bo'lganda hech narsa qilmas menimcha. Просто adabada Ommaga chiqib gapiryapti-da shu gapni baribir. Da, bu gapi bu juda jo'skada aka. Bugun bitta gapirib qo'yadi. Ertaga yana shunga o'xshagan narsa aytadi. Ertaga boshqasi chiqadi shunga o'xshagan narsa aytadi. Unisi chiqadi. Hamma gapirish boshlaydi. Gapiradi, keyin harakat qilishdi bu. Harakat boshlanadi o'sha. Kimdir yoqmaydi, uni yo'qotinglar deydi. Radikalizm. Anaqa Amerikada Mirziyoyevni tarjimonlik qilgan odamni tanqid qilishyapti. Anu narsasi uchunmi? Trampni Tinchlik prezidenti deb atagan. Da, mir deb aytganda endi. Tipa to mir so'zi tinchlik dunyoni bildiradi-yu. O'shani aytgan tipa to nima degan endi tinchlik prezidenti nima bo'ladi? Prezident mira bo'ladimi? Shunaqa bo'ladimi? Tinchlik prezidenti demoqchi bo'lsang ham, o'shani qarab dunyo prezidenti deyapti inglizchada. President of the world. Dunyoni prezidentisan o'rgan. World. President of the peace deb tarjima qilish kerak edi. President of the world degan. Keyin aytadi, o'tgan safar ham siz Nobelga loyiqsiz degan gapini tarjima qilmay ketgan ekan. Trampga. Tarjimonmi? U Tramp Tarjimon qaysi tomondan u? Tramp berganmi tarjimon? Bilmayman kim qaysi tomonniki. Yo'q, Tramp bermaydi tarjimon. O'zimiz kerak. Ular berishi ham mumkin, aytib bo'lmaydi, o'zlari topishi ham mumkin. Kstati, Kim qaysi joy mezbonlik qilsa, asosan o'z mezbonlar ham qilib berishi ham mumkin tarjimon yoki o'zlari olib borishi ham mumkin, borayotgan tomon. Shunaqa diplomatik qaysi tomondan bo'ladi bilmayman unchalik. G'alati kes bo'ldi. Nimaimcha hamma tushuntirib shekilli, nima demoqchiligini. Endi keyinchalik Ruschani bilgan odam, tushunti. Unga ham tushuntirishgan menimcha. Da, tipa masalan, jurnalistlar ham berosdan shunaqa debdimi deb, masalan, sal gapirgan gapni o'rgansa, tim bo'la qolsa, aylar bor, boshqa narsalar bor. Tushunolmaysiz, masalan. Men Mirziyoyev o'zi shunaqa degani yo'q-ku, boshqacha degan. Birinchi anaqa qiladi-da, baribir originalni tekshiradi, jurnalistlar bunday eshitadi, nimaga unaqa dedi deb originalni topishga harakat qiladi. Aslida nima deganini. G'alatilik situatsiya bo'ldi. Eng nimasi, o'sha momentda Tramp o'zini qanaqa his qilganiga men nima qilyapman. Qiziqyapman. Tramp такой. Давай, bo'lib ko'rsak. Da, zo'r. Tramp xursand bo'lgan. Alibom xursand bo'lgan. Kecha nimada Netflixda yangi kino chiqqan ekanda. House of Dynamite degan, dinamit uy degan. Unda aytayapti, ko'rsatgan, nima yo'q. Tipa utopiyaga o'xshagan narsa, bitta tasavvur beryapti, prosta savoldashib ketadi. Bitta turib, Amerikaga qanadir yadroviy raketa uchib kelyapti-da. To'g'ri uchib kelyapti. Hamma radardan o'tib ketgan qanadir. Uchib kelguncha oz qoladi, 17 minut qolyapti-da. O'sha paytdan Amerikani har xil organizatsiyalardagi bo'lgan holat tomonidan ko'rsatyapti, masalan, armiyasi tomonidan ko'rsatyapti, Oq uyni ichidan ko'rsatyapti, Oq uyda ichida filmmi? Odam bitta voqeani har xil tomondan ko'rsatyapti, qanaqa men yo'qadi mana shunaqa janr. Prezident tomonidan ko'rsatgan, masalan, Amerikan prezidenti nomidan-da. Endi uryapti, urib tushirgichini uchiryapti. 7 minutmi, 8 minut qolganda nimasini uchiryapti-da, tegmayapti. Raketani urib tushirmayapti. Nega tegmayapti? Tushmay qolyapti.
u chunki uchirganda tegish ehtimoli 61% shunaqa ekanda o'zi. Chunki tipa to'g'ri Bu yoq trayektoriyada. o'q bilan urishda gap ekanda. 61% bor, shu tegmay qoldi, o'tib ketyapti. Endi qayerga tushadi desa, Chikagoga tushadi deyapti. 10 million aholisi bor ekan shunaqa. Tushadi, tekislab tashlaydi tipa to'g'ri. Shunaqa katta raketa uchib kelyapti. Kim uchirganini topolmayapti. Telefon qilyapti hamma davlatga. Rossiya bizmas deyapti, Shimoliy Koreya bizmas deyapti, Xitoy bizmas deyapti. Bilmayapti hech kimga. Yana orqasidan yana hujum bo'ladimi yo'qmi bilmayapti. Shunaqa vaziyatni ko'rsatdi-da. Deb buni hozir urib tushiramiz, mayli. Yana boshqa nima deydi, raketa urib tushiradigan narsalarimizni uchirsak, orqasidan yana kelmaydimi? Keyin urib tushiradiganimiz yetmay qolmaydimi deb ikkilanyapti. Endi keldi 2 minut qolganda, keyin armiyan general aytayapti, "Davay" deyapti. Bular bizdan hozir deyapti, kimdir uchirgani adashgan bo'lsa ham farqi yo'q. Hozir kelib tushiradi. Chikagoni maydalaydi, keyin qaraydi, ha dunyo bizni chumo davlatda bo'ladi, qolganlar ham hujum qiladi, bo'ldi, urush boshlanadi deyapti. Shuning uchun hozir biz birinchi bo'lib butun dunyodagi hamma bizga qarshi raketa uchirish mumkin bo'lgan tochkalarni urib tushiraylik deyapti. Hozir uraylik deyapti. Bittada hammasini hal qilaylik deyapti. General aytayapti. Tentangmisan deyapti prezident. Tentang emasman, u reallik deyapti. Mana shuni qilish kerak deyapti. Oxirida shu prezident nomidan ko'rsatdi. Shu gapni aytayapti. Bular aytayapti, bular hal qilyapti. Ilk prezidentni qarab bir minut qo'yinda raketani kodini aytayapti, tipa to'g'ri. Amerikaning raketalarini kodini prezident o'qiyapti-da. Siz buyrug'ingiz deb general so'rayapti-da. Shu joyda tugatyapti kino. Voy. Nima buyruq beradi masalanda? Mana shunaqa psixik holatda raketa kelib tushadi, o'sha aniq uni Chikagodan qaytarib bo'lmaydi. 10 millionni supurib tashlaydi. U tushirib agar otmasa, buni prezidentlikdan olib tashlaydi aniq. Keyin agar xatolik bo'lgan bo'lsa, bular otsa dunyo ketdi-da. Bular otsa, uje bular Amerika raketani urib tushirish uchun sistemalarni yoqqan-ku. Shunaqa ekanki, parallelni hammaga bilinar ekanda. Bular sistemani yoqyapti, samolyotlari tepaga chiqib, srazi Eron, Isroil, nima, Rossiya hamma joyda birdan tuq hammasi nimalarni tayyorlayapti. Amerika ishlatyapti. Srazi bular yoqyapti, nimadir bo'ladi hozir. Xitoy ham srazi. Keyin shuni aytgan podkastda prezident aytadi, shu kinodagi prezident podkastda eshitdim, dunyo deyapti hozir xuddi dinamit uyga o'xshaydi. Kimdir bitta narsani shunchaki bitta ahmoq nimadir qilsa, portlab ketadi, butun yo'q bo'lib ketadi deb metafora qilganda. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi kelishmay qolasiz-ku. Siz, men bitta xonada o'tiribmiz-da, biz bir-birimizga rostki urush qilganmiz hammamiz. Rostki urtib, qona qilganmiz. Yo'q, hammamiz qilganmiz, hammamiz qildik dedik. Qanaqadir momentda biz aytdik, keyin tinch o'tiramiz dedi, lekin gaplasha olmadik, kelisha olmadik, chegaralarni normal qo'ya olmadik-da. Bo'yki напряжениеda o'tiramiz hali ham. Men nimaga aniqlashtirib olganimiz yo'qmi umummizda hali ham. Spoiler qilib tashladim. Kino просто yana aytganim tashqari ham ko'ringlar. Juda напряженный qilib olingan. Kirsang, qimlamay o'tirasan, nima bo'ladi deb o'tirasan. Men nima bo'lishini bilishingga qat'iy nazar ko'rmayman. Lekin yo'qdi. O'z sirasi. Vashi, nelarni o'tdi dialoglari boshqasi tam bu yoqdan Rossiyani tashqi ishlar vaziri telefon qilgan joyi bor masalan. Yo'q. Boshqalar joylari, qiziq joylari ko'p. Shu yo'sinda bitta anaqa. Shu yo'sinda bitta mana shuni aytib tugatamiz keyin. Tramp anaqa qilmoqchi-yu, Oq uyda UFC qilmoqchi. Oq uyda keyin Sreshli. oldin ham gaplashdik. Gaplashamiz. Xullas bu haqida xabarlar ko'p chiqyapti. Boshqa xabar o'qidim. Xullas davlatlar prezidentlarini chaqirib, mana bu hozir chaqirdi-yu, xuddi shunaqa chaqirib, oldin uchrashmoqchi ekanda prezidentlar bilan, ki hammasi UFC ko'rgani o'tish kerak ekan. Oldin uchrashuv bo'ladi. Rim Kolizeyini qurmoqchi. Xuddi shunga o'xshatdim men. Gladiatorlar jangini qilmoqchimi bu? Prinsipi shunaqa ham o'sha yil. Shunaqa ham. Ya tipa bunga qanchalik rost boshqa darajaga chiqadi. Уже tushunamsan, agar sen tasavvur qil, UFC'chilar aytadi, Amerikani Oq uydagi ringda chiqqanman yoki ringga chiqaman deydi. Ushbu nimasini tugatganlar qaytmoqchi o'shanda chiqish uchun. Faoliyatini tugatganlar qaytmoqchi. Bu boshqa darajaga olib chiqib qo'yadi UFC. UFC. Golf emas. Nima bilan yaxshi-ku? Prezidenti bilan, UFC'ning prezidenti bilan Tramp har doim tushadi-ku. Raqamli mashhur turnirlarga. Eskitdan prezidentdan ketgandan keyin ham undan oldin ham eskitdan UFC'ga tushib yurgan. Biz borardik, как celebrity-ku. Haligacha, hozirgacha borib tushaveradi. Tipa
qiziqqani uchunmi yo просто Qiziq, qiziq. auditoriya uchunmi? Ko'p uchun ham bo'lishi mumkin. Nimalarda ham UFC'da urushadiganlar ham, Merab bor-ku, u ham bitta uytatda nimani setkani oshib tushib Tramp bilan gaplashadi. G'alabam sen uchun, bu bir nima mana shunaqa gaplar gapiradi, ularda ham obro' toshib ketadi. Shunday. Xullas biznes bo'lsa kerak. Biznesda e'tibor uchun Biznesmenda baribir Tramp. e'tibor uchun biznes. Biznesmen. Shu. Rahmat. Proslar. Mana piramidalarga uchmanglar. Da. Hamma Aybartgan kinoni ko'ringlar. Keyin ko'rgan narsalarni ichib ketavermanglar. Ko'rgan narsani ichib ketaver, muhim, bu ham Tekshirib muhim. ko'ringlar. Da. Sizlab ko'ring deyishmoqchi. Kimdir o'ylaringga kelib spirt bormisa yo'q deyilasiz. Yo'q deydi. Ustalardan ehtiyot bo'linglar. Hammaga omad, hammaga tinchlik. Keyingi haftagacha raketa uchib borib qolmasam Amerikaga ko'rishamiz. Уже men lekin yomon menga psixologический udar bo'ldi lekin bor. Kino. Yillar chiqib ketib qoldi endi.